Muzokaralar yakunida hujjatlarni imzolash marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Paragvay prezidenti Santiago Penya qo'shma bayonotga imzo chekishdi. Shuningdek, yetakchilar huzurida O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishi doirasida bozorga kirish bo'yicha ikki tomonlama muzokaralar yakunlangani to'g'risidagi bayonnoma ham imzolandi. Jahon savdo tashkilotida bilasizlar 166 ta a'zo bor. Har bitta a'zoni global savdoda o'ziga yarasha o'rni bor. Endi katta iqtisodiyotlar bor, o'rta iqtisodiyotlar bor, kichkina iqtisodiyotlar bor, lekin o'sha kichkina iqtisodiyotlar ham misol uchun o'sha global savdoda o'ziga yarasha nishasi bor. Qaysidir ham yo'nalishlar bo'yicha, qaysidir ham mahsulotlar bo'yicha misol uchun global yetkazib beruvchi mamlakat hisoblanadi. Shu nuqtai nazarda endi Paragvay mamlakatida ham qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksporti bo'yicha o'ziga yarasha o'rni bor. Bular Jahon savdo tashkilotida Keynes guruhi deyiladi. Keynes guruhining asosi hisoblanadi. Bu 20 ta davlatdan iborat o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini global eksport qiluvchi demak mamlakatlar hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan mana chorvachilik yo'nalishida, go'sht mahsulotlari eksporti yo'nalishida Paragvay mamlakatining ham o'ziga yarasha o'rni bor. Bu degani demak Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ladigan bo'lsak, bir tarafdan savdo munosabatlarida o'sha eng qulay savdo rejimi deydi. Bu imkoniyatlarni ochib beradi. Bir tarafdan ikkinchi tarafdan bizning ham Janubiy Amerika, Latin Amerikasi mamlakatlariga o'z eksportimiz bilan chiqish imkoniyatini beradi. Paragvay mamlakati bilan biz muzokaralarni 1 yildan oshdi tugatganimizga, lekin shu bayonnomani imzolash demak jarayoni ularda ozgincha ko'proq vaqt oldi. Shuning uchun mana bugun davlat rahbarlari darajasida shuni qo'l qo'yish imkoniyati ancha osonlashdi va bugun shundan foydalanib shu bayonnomani imzolab bu rasmiy jihatini tugatib biz Jahon savdo tashkiloti kotibiyatiga ushbu bayonnomalarni bir nusxasini demak taqdim etamiz. Marosimda shuningdek tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida siyosiy maslahatlashuv mexanizmini yo'lga qo'yish to'g'risida o'zaro anglashuv memorandumiga ham imzo qo'yildi.